Men sizga kripto tradingni 30 soniya ichida o'rgatib qo'yaman desam ishonasizmi? Ishonmasangiz videoni oxirigacha ko'ring va albatta fikringizni o'zgartirasiz. Birinchi navbatda biz ishonchli va komissiyalari past bo'lgan birjani topishimiz kerak bo'ladi va O'zbekiston Respublikasining qonunlarini buzmagan holda unga pul kiritishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda esa bizga kerakli bo'lgan monetani topish va o'sha monetaga qanday qilib kirishni, ya'ni savdo ochishni va savdoni qanday qilib yopishni, take profit, stop loss va usredniyani qanday qilishimizni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda esa bizga indikatorlar kerak bo'ladi. Bu bizga bozorni analiz qilish uchun yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Katta ehtimol bilan siz bularning hech qaysini bitta o'zingiz qila olmaysiz va men shuning uchun ham siz uchun faqatgina siz uchun hammasini video darslik qilib tayyorlab qo'yganman. Shunchaki kommentariyada darslik so'zini yozib qoldiring va men sizga video darsliklarni jo'nataman. Qaytgancha, bu darsliklar sizga shunchaki fundamental bilim olishingizga yordam beradi. Ba'zi bir treyderlar buni faqatgina VIP kanallarda berishadi. Men esa bularning hammasini sizga tekinga beryapman. Tasavvur qiling bizning Traderlar akademiyamiz, ya'ni VIP kanalimizda nimalar borligini.